Так, 210 kelgan. 3 katushka avstirgan, polni svech avstirgan. Hech qanday rezultat bo'lmagan. Hozir diagnostika qo'yamiz. И дальше toplaylik filtr avstirgan уже. Ana stent o'tkazgan. O, pasunkalarni silib qo'ygan. Video olaveraymi sizda? Sizda olaveraymi? Уже barmagan jerim уже aqshasi biroz ketgan. Rezultat yo'q deydi. Hozir diagnostika qo'yamiz и дальше ko'ramiz. Ne bo'ladi? Biz siyalamiz va yo'qmi? Ko'ramiz. Ko'pim davolim bo'ladimi yoki yo'qmi? Zajgana qo'yib kompyuter жалгаdik. Zajgana qo'ydik. Начали диагностика. Qaranglar, bu qayerdadir diagnostika istagan, ошибка удалить etib berganda. Ошибка удалить etganmi, u hech qanday sezilmaydi. Например, ошибка birinchidan ko'rsatadi, ikkinchidan действительное значение bor. Qaranglar, biz diagnostika istagan kezda полностью mashinani полностью диагностировать etamiz. Qayerda ne ошибка bor. Например, вот motor jag'ida problema ekan, motor jag'ini kirib ko'ramiz. И коробкалар четко, без ошибки только hozir. Так, пропуск 4-5 цилиндр bo'lgan, датчик температура. Вот, bu da hozir расходометр, волюметр ошибка bo'lib tur. Endi biz qalay tekshiramiz hozir? Ошибка bo'lib turdi deb buni udalить etamiz yoki bosib qo'yamiz deb aytmaymiz. Biz kiramiz. У тебя сумма. Так, hozir mashinani o'toltiramiz. Ko'ramiz parametrlarni. Так, qaranglar. 20 kilogramm. Это 20 kilogramm bu ko'p degani. Bu 12 kg 8 dan 12 kilogrammgacha maksimal bo'lishi kerak. Volumetr ko'rsatuvi. Zasonka 1.9 normalniy, ya'ni volumetri normalniy ko'rsatib turdi. Tak, hozir adaptatsiyaga o'tamiz. Tak, egri jag'i 1 isteb tur, benzin shoshuvi. Tak. Hozir adaptatsiya. To'plam dozalari istiyor boshlanadi. Sizda расход ko'p, sizda minusga qarab ketib qolgan. Sizda расход ko'p bo'lgan, adaptatsiya sбиваться etilgan. Hozir men adaptatsiya istayman, dальше ko'raman. Вот qarangiz, bu на месте даже bilinyaptir. Avval shundan keyin qiynalib tortmayapti. Hozir adaptatsiya istaymiz. Yana qo'shdik. Yumshoq deydi. Так, endi ortga chiqamiz, ko'ramiz. Bizning adaptatsiyamiz 0 ga tushdi. Bu adaptatsiya degan заводской настройкаga tasdiq bo'ladi. Чтобы сброс заводской настройки. Все, адаптация 0-0. Все уже по-другому берет. Так, endi qarangizlar, biz tekshiruvimiz kerak volumetrni. Ne uchun bu bunday жағдайga tushib qolgan? Уже mashina dirildab qoldi. Soni topishimiz kerak. Bu adaptatsiya o'zidan-o'zi buzilib qolmaydi. Значит, volumetr ko'p beruvi mumkin, или bir yerdan havo so'rayotgan bo'lishi mumkin. 5 millisekund. Qarangizlar, sizlarga birdan ko'rsatib ketayin. Bu o'ta ko'p benzin beruv hozir normasi. 20 kilogramm.
Buni adaptatsiyasini buzgan sebebi значит volyometr ko'p beryapti. Hozir boshqa volyometr solamiz o'zimizdan и tekshiramiz yaxshi. Ya. Сейчас новый volyometr qo'yamiz. Raznisasini ko'ramiz. Сейчас уже новый волюметр. Так, машинаны o't oltirdik. 12 kilogramm, 16 kilogramm. İşte 7 millisekund. Сейчас adaptatsiya bo'ladi. Так, biz landozonimiz istesin. Plusga qarab, minusga qarab, soatlarni ko'ramiz. Adaptatsiya 0 bo'ldi. Bizda lambdozon уже stevda bastadi. Qarangizlar, уже ekonomik etyapti. -2 уже prosent o'syapti. Так, bizning kilogrammimiz 20 kilogramm edi, bag'ana qo'yganiga 16 bo'ldi. Hozir ko'ramiz necha bo'libdi. 3 millisekund. Вот, mana qarangizlar. 3 millisekund. Уже benzin jivi azaydi. Benzin rasxod 8-12 kilogramm ko'rsatyapti. Havoy aytganday, и все питание bari normal. Hozir egasini aydatib ko'ramiz. Shu qarangizlar, filtr tekshirdik, filtr toza. Обязательно filtrga qarab yurish kerak. Bizda filtr volyometr kuyadi. Расходометр. Он чистый. Shu hozir javomimiz haydab ko'ramiz. O'tkaz egasini tekshirib chiqyapmiz. Как bo'lgan? O'z kerak edi. O'z kerak edi. Qancha qiynaldingiz? Qancha aqshangiz ketdi? 100 ming tengga. 100 ming tengiz ketdi, rezultat bo'lmadi. Bilmayman, unda siz ijtihod qo'ying. Quvonishli bo'lsangiz bo'ldi bizga. Quvonch. O'z kerak qo'ying, o'z tap qo'ying, o'z результат. Сейчас это подушки поменяем сразу, да? Ya 223 bor, hozir stupishni pachiniga o'stiryapti. Siz so'dan keyin kutaymi desangiz. Mana sizga ko'pi 10 kun garantiyasi men, bari qog'oz bizda bazada bor. Kelaverasiz, siz xizmat bo'lsa. Shu bo'ldi.